20-chi bob. Uningdan keyin qo'lida tegi yo'q hangning ochquchi va yo'g'on bir kishan tutgan bir farishtaning osmonga tushayotganligini ko'rdim. Farishta ajdihoni, ya'ni iblis yoki shayton degan yilqi qadimiy yilonni tutib 1000 yillik kishanladi. Har qaysi xalqlarning 1000 yil to'shqicha qayta ozdirilmasligi uchun uni tegi yo'q hangga tashladi. Ondan hangning og'zini yepib pechatlayotdi. 1000 yil to'shqandan keyin ajdiho vaqtliq qo'yib berilishi kerak edi. Ondan taxtlarni va ularda o'tirganlarni ko'rdim. Ularga hukm qilish huquqi berilgan edi. Uningdan boshqa Aysoga guvohlik berganligi va Xudoning so'zini yetkazganligi uchun qollisi ilinganlarning jonlarini ko'rdim. Ular diviga va uning haykaliga cho'qinmagan, uning belgisi peshonasiga va qo'llariga urilmaganlar edi. Ularning hammasi tirilib, Masih bilan birlikda 1000 yil hukm süratdi. Bu dastlabki tirilish edi. O'liklarning qolganlari 1000 yil to'shmog'icha tirilmaydi. Dastlabki tirilishdan bahramon bo'lganlar baxtlik va muqaddasdir. Ikkinchi o'limning bularni ilkiga ilish huquqi yo'qdir. Ular Xudoning va Masihning ruhoniylari bo'ladi va Masih bilan birlikda 1000 yil hukm surdi. 1000 yil to'shqanda shayton zindondan bo'shatilib, yer yuzining 4 pulingdagi xalqlarni, ya'ni Yajuj bilan Majujlarni ozdirish va ularni jang qilish uchun bir yerga to'plashga chiqadi. Toplanganlarning soni dengiz sohilidagi qumdek sanoqsizdir. Ular butun yer yuzini kezib, Xudoning muqaddas xalqining bogohini, ya'ni u so'ydigan shaharni muhosiriga oladi. Lekin osmondan o't yig'ib, ularni kul qiladi. Ularni ozdirgan iblis bo'lsa, divi bilan soxta payg'ambar, ko'yayotgan o't va gungurt ko'liga tashlanib, u yerda kech-kunduz mangu azoblanadi. Uningdan keyin cho'ng bir oq taxt va uningda o'tirg'ichini ko'rdim. Osmon bilan zamin uning oldidan qechib g'oyib bo'ldi. Men yana o'liklarni ko'rdim. Katta yoki arzimas bo'lsin, hammasi taxtning oldida turadi. Kitoblar ochildi. Hayotlik daftari deyilgan yana bir kitobmi ochildi. O'liklar kitoblarda xotirlanganlar bo'yicha o'z amaliyatiga qarab hukm qilindi. Dengiz o'zdagi o'liklarni, o'lim va o'liklar diyorimi o'zirdagi o'liklarni topshirishdi. Har kim o'z amaliyatiga qarab hukm qilindi. Ondan o'lim va o'liklar diyori o't ko'liga tashlandi. Mana bu o't dengizi ikkinchi o'limdir. İsmi hayotlik daftarida yozilganlarning hammasi o't ko'liga tashlandi.